Аңлатқаныңла Uyghur Pochtasi әптілі xəbərlər proqramısı. Bu әптілі xəbərlər diqqətinizdə bolsun. Xitay Kompartiyasının yuqori dərəcəlik əməldarı Ma Xingrui xoş jazağa uçurdu. U, Mərkəzi Siyasi Byuroning vəzifədən elib taşlanğan 3-cü əzası olub qaldı. Xitay Kompartiyası seyşənbə günü Ma Xingruining partiyadan qoğlanğanlığını e'lon qildi. Hamda uni chiriklashish, huquqidan foydalanib manfaat yetkazish, shundaqla huquq pul savdosi va huquq jinsiy munosabat savdosi bilan shug'ullanish qatorliq qilmishlar bilan aybladi. Xitoyning oliy rahbari Xi Jinping chiriklikka qarshi turish kurashini hukumatning eng yuqori qatlamlarigacha kengaytdi. Ma Xingruining partiyadan qo'g'langanligi uning Xitoyning eng yuqori huquq qatlamidan yiqilganligini ko'rsatdi. U uzun yillardan buyon Xitoydagi eng istiqbolli siyosiy sarxillarning biri bo'lib kelgan. Injener va olim bo'lish sifati bilan bir qadar muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan edi. Uning siyosiy byurodan qo'llanganligi Deng Xiaoping 1980-yillarda yangi qoidalarni bekitgandan buyon Markaziy siyosiy byuro qarata elib berilgan eng chong tozalash bo'lib qoldi. Tarım neftligining Xitoyning o'rta sharqiy qism rayonlarini gaz bilan ta'minlash miqdori 400 milliard kub metrdan oshdi. Xitoy xalq to'rining Xitoy neft guruhi boshqarishidagi Tarım neftligining 7-oyning 13-kuni e'lon qilgan xabarga asoslanganda, atalmish Xinjiangning janubiy qismiga joylashgan g'arbning gazini sharqqa yetkazishdagi asosliq gaz manbasi bo'lgan Xitoy nefti, Tarım neftligining o'rta sharqiy qism rayonlarini ta'minlagan tabiiy gaz miqdori jami 400 milliard kub metrdan bo'sib o'tgan bo'lib, 400 milliard 339 million 400 ming kub metrga yetib, Töven iqindagi 15 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar, 120 dan ortiq cho'ng o'tir tipdagi shahar, 500 millionga yaqin aholining ishlab chiqarish turmushida gaz ishlatishini kafolat qilish bilan ta'min etgan. Tarım neftligining mo'ljariga asoslanganda 400 milliard kub metr tabiiy gaz taxminan 510 million tonna o'lchamli ko'mirning o'rnini olganga barobar bo'lib, taxminan 520 million tonna karbon oksidining qo'yib berilishini azaytadi. Bu taxminan 75 million gektar o'rmonning 1 yillik muqim karbon miqdoriga barobar bo'lib, Xitoyning Changjiang deltasi ko'lamining 2/ga barobar keladigan tutash ketgan g'oyat zo'r o'rmonlikni tikkanga barobar ekan. Uyg'ur tashkilotlari yillardan beri Xitoyning Sharqiy Turkistondagi mustamlikasini va bu mustamlik rayonda elib berayotgan iqtisodiy ekspluatatsiyasini tanqid qilib kelmoqda. Xitoy Xi Jinpingning davlatni idora qilish dasturining 5-tomini Qozog'iston va Qirg'izistonda tonishtirish yig'ini ochdi. Xitoy O'rta Osiyo jumhuriyatlariga faqat iqtisodiy jihatdan emas, balki siyosiy ideologiya sohasidami singib kirishni tezlatmoqda. Xitoy Xinhua agentligining 7-oyning 13-kuni xabar qilishicha, Xi Jinpingning davlatni idora qilish dasturining 5-tomini Qirg'izistonda tonishtirish yig'ini 13-iyul Qirg'iziston poytaxti Bishkekda, 15-iyul Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tkazilgan. Qozog'iston Prezident Mahkamasi Ishki siyosat idorasining boshlig'i Yernur Baysanbayev mundaq dedi: Xi Jinpingning bu asrni tonishtirish yig'ini Qozog'iston bilan Xitoy ikki davlat madaniyat almashtirishi va o'zaro o'rnak ilishidagi yangi bir obida. Qozog'iston hozir bir qator iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni elib beryapti. Davlatning amaliy ahvolini asos qilib zamonaviylashtirish qurilishini tezlatyapti. Ikki davlat zamonaviylashtirish musofasida nurg'un o'xshashliklarga ega. Rais Xi Jinpingning bu asrga mujassamlashgan idora qilish falsafasi va taraqqiyot strategiyalari Qozog'iston uchun intayin qimmatlidir. Xitoy atalmish Xinjiangning shahri yanglishi uchun 2 milliard 256 million so'm ajratgan. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha, yaqinda Xitoy Davlat taraqqiyot va islohot komiteti markaz xamchotdan 2 milliard 256 million yuan mablag' ajratib, atalmish Xinjiangdagi 98 shahar yangilashtirish qurilishi uchun 1181 kon o'ltiraq rayon, 8459 yurish kabi uy rayoni, shahardagi 15 kentni o'zgartirishni planlagan. Buningdan 367,600 aholi nafga erishidi deyilgan bo'lib, qaysi shaharlarning yangilanib selindiganligi, qaysi millatga tava xalqlarning naf oldiganligi aytilmagan. Sobiq soqchi Jang Yabu, Uyg'urlar faqat kimligi sababidanla yetarlik gunohkor deb qaraladi. Shveysariyaning Ekidoks vaqt tarafidan navbatda Germaniyada panohlik tilagan sobiq Xitoy soqchisi Jang Yabu bilan muallif
ya'ni Habibullah Izchining Yuztirani elib borgan Yuzlashma nomli 50 minutlik hujjatli filmi ishlanayotgan bo'lib, mazkur filmda Habibullah Izchi bilan Jang Yabo Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchilik jinoyati, Xitoyning soqchi sistemasi va Jang Yaboning Sharq Turkistonda soqchi bo'lib ishlash jarayonidagi ko'rganlari haqida savol-javob shaklida dialog ilib berilgan. Yuzlashma nomli bu hujjatli filmda Habibullah Izchi Jang Yabo'dan 30 ga yaqin savol so'ragan bo'lib, uning bilan Jang o'tirsidagi bu dialogni bo'limlar bo'yicha o'qirmanlarga sundiq. Tafsiliy mazmunni Uyg'ur pochtasidan ko'rgaysizlar. Norvegiya bosh ministri Xitoy tashqi ishlar ministri bilan bo'lgan uchrashuvda Sharq Turkiston vaziyatidan andish qilayotganligini bildirdi. Norvegiya bosh ministri Jonas Gahr Støre va tashqi ishlar ministri Espen Barth Eide mushayning 6-kuni Osloda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. E'lon qilingan bayonotlarga asoslanganda, uchrashuvda Norvegiya hukumatining rasmiy tor bekitida xalqarodagi jiddiy vaziyat, davlat bexatarligi, ikki davlat munosabatlari va kishilik huquq masalalari atrofliq muzokara qilingan. Bosh minister Jonas Gahr Støre uchrashuvda Xitoyning kishilik huquq vaziyatini alohida o'tirib qo'ygan. U Xitoydagi, jumladan Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq vaziyatidan andish qilayotganligini tilga olib, Norvegiyaning Xitoy doiralarini o'zining xalqaro majburiyatlariga rioya qilishga chaqirganligini ta'kidlagan. Әмді төвәнді yaqinda Uyg'ur pochtasida e'lon qilingan maqol obzorlarni tanishtirman. Shoira Madina Bowdonning 40 yildan keyin qayta yangragan kuy Bir umr yarang bo'lay nomli maqolasi. Doktor Erki Sidiqning G'oya uchun tirishish, qo'rsaqni to'nglatqo'rinda ishiltish nomli maqolasi. Tadqiqotchi, siyosiy faoliyatchi Abdurahim G'ani Uyg'urning Xitoyning Millatlar Ittifoqligi qonuniga qarshi o'rtaq saf Sürgündeki zulümge uçurğucu milletler birleşip narazılık bildirdi namlı maqalası. Uyghur siyasi faaliyetçi, tadqiqatçı Elşad Hasan Gökbörü'nün Elvida Ana namlı maqalası. Köngül qoyup anlığınızga köp rahmet. Men program riyasatçisi Gülay. Xabarlarning tafsiliy mazmunini Uyg'ur pochtasi tor betidan ko'rgaysizlar.